kelishaylik deb menga pul taklif qilyapsan. Sen menga pul taklif qilyapsan. Pul beraman deb turibdi endi ovozing. Shubhali harom pullaringni menga taklif qilyapsan. Hayron bo'lma, harom shubhali deganimga. Minnat qilmayapman. Men senga aytgan narsam o'sha ish qilardim, sen pul topgin deb. Senga shunaqa yordam berardim o'sha paytlarda eslasangda. Realniy qarzing bor, beror. Ana Turkistondagi konsertini qilgan Rijod Turmonov rejissyor. O'sha bechora hali ham zorlanib yuribdi. Teffording o'shani. Shu oyimchalaring yoniga kiruvdi, sekin teffording o'shalarning maslahati bilan tepding ularni. U bechora seni olib chiqdi o'sha yerda anaqada sahnaga. O'shandan hisoblaydigan bo'ladigan bo'lsa, hozir sen 5-600 ming dollar qarzing bor o'sha odamdan. To'la o'shani sen undan ko'ra, o'g'il bola bo'lsang. U bunaqa bo'lishi uchun o'sha xalq ham masalan kamida 5 ming dollar oylik oladigan bo'lsa, tushunsa bo'ladi-da. Bu 2 million, 3 million, 5 million oylik oladigan xalqni sen bunaqa so'rib olishga haqqing yo'q bular umuman. Kim desa aytadi? Bor voqea, vallahi men hozir yolg'on gapirmayapman. Bor voqea, faqat ismini aytmayman. Faqat bolani ham qiynama bechorani, oddiy bir kichkina san'atkorda qiynab yurma yana bor unga ham. Endi sen uyalmasdan menga endi shuncha ishdan keyin shuncha narsani qilib endi mendan yig'lamsirayapsan. Kelishaylik deb menga pul taklif qilyapsan. Sen menga pul taklif qilyapsan. Pul beraman deb turibdi endi ovozing. Pul beraman deyapsan. Menga pora taklif qilyapsan. Nimani evaziga? Agar sen shu qilgan yordamlaringiz meni yo'naltirib qo'yganlaringiz desang, u bebaho. Men senga aytdim, uni to'la olmaysan sen. Yana 10 yil konsert berishing kerak 10 kundan. Shuni ham to'la olmaysan dedim senga. Pora taklif qilyapsan-da menga. Shubhali harom pullaringni menga taklif qilyapsan. Hayron bo'lma, harom shubhali deganimga. Sen 50 dollarga iskab yurgan bola eding. 50 dollarlik ish chiqib qolarmikin deb yurgan bola eding. O'sha chiqmagan paytda men sen cho'ntagingga hisob qilardim. Chiqdi deb hisoblagan mana edi. Falon sanatoriyada konsert borgan aka birga borib kelaylik. Yur. 4 ta odam o'tiribdi. 4 ta odam qancha bo'ladi? O'sha paytda 5 mingdan bo'lsa ham 20 ming bo'ladimi? Sekin naryoqdagi tashkilotchiga qo'liga berib 100 ming berib, avaziga berib qo'ying va yig'ildi deb berib qo'ying deb yurgan odam, bilasan. Men juda yomon ko'raman. To'yda qistiradi-yu bir narsalarni yomon ko'raman. Lekin aynan sen shunaqa joylarga bo'ladigan bo'lsang, umringda sen u paytda ham hozirgacha ham ko'rmagan qistirishni qistirib ketarding. Nima uchun odamlar shuni bersin shunga pulni? Mana shu bolaga bersin. Meni ko'rib turib bersin shular deb turib, o'sha paytda masalan bir 200 ming, 300 ming qistirib qo'yardim. Sen butun boshli konsertdan ham uncha pul topmasding sen o'sha paytda. Minnat qilmayapman. Men senga aytgan narsam o'sha ish qilardim, sen pul topgin deb. Senga shunaqa yordam berardim men o'sha paytlarda eslasangda. O'shaning uchun endi sen hozir menga shunaqa taklif qilib o'shalarni qaytaraman desang qaytara olmaysan sen. Va men u pulni olmayman. Nimaga? Chunki sen o'sha 50 dollarga zor bo'lib yurgan paytingdagi halolroq pul topish deyilardi uni. Lekin sen o'zgarmading, o'sha avazsan. Keyin 3 ta bola tug'ildi xolos. Tug'ilgan bo'lsa boshqa hech kim qo'shilmadi. Ana oyimchini hisoblamasak, yana nechta oyimching bor bilmayman. Ana kuni nechta xotining bor desam, ranging oqarib ketdi. Bilmayman, lekin xullas kalom uncha o'zgarish yo'q-da. 1-2 ming dollar ortiqcha xarajat bo'lsin oyiga bu. Lekin sen 10 baravar, 100 baravar so'raydigan bo'lding xalqdan. Musichaga o'xshab o'zingdan chiroyli yasab olib turib, xalqim bor, men borman deganing bilan u xalqingga qani u xalqingga. Tanlaysan sen necha marta tanlagansan oldimda ham, doim hozirgacha tanlaysan odam. Uni boyni oldida raqsga ham tushaveraman, boshqa ham qilaveraman, 50 dollar bor-da, 100 dollar bor-da deb yurasan. Shunaqa bo'lasan sen. Pul uchun shunaqa ketgansan. Kerak bo'lsa kambag'alni cho'ntagidagi oxirgi pulni ham kerak bo'lsa so'rab olasan. Shunaqa norozi qilib olasan. Ya'ni u majbur u. Unga gapirib qo'ygan avaz olib kelaman deb boshqa deb qo'yganda majbur u. Ham ahmoq o'zi shunaqa qimmatga olib kelib. Lekin sen shunaqa xalq pulini so'rayotgan odamsan. Bir ko'taruvdim mavzuni o'zi. Senga o'xshaganlar ko'payib ketyapti-da mana shunaqa. Odam xalq u bunaqa bo'lishi uchun o'sha xalq ham masalan kamida 5 ming dollar oylik oladigan bo'lsa tushunsa bo'ladi-da. Bu 2 million, 3 million, 5 million oylik oladigan xalqni sen bunaqa so'rab olishga haqqing yo'q pulini umuman. Kimsan sen bunaqa qilib olasan? Oldindan bunaqa bo'lmagansan. 500 so'mga zor bo'lgansan. Sen mana shunaqa qilib harom xarish, shubhali pullar topishingni hisobiga o'sha puldan menga pora bermoqchi. U pora birinchidan pora olmayman. Ikkinchidan bu harom pullar men uchun. Men uchun harom. Men shunaqa deb bilaman. Keyinchi menga pora qilib qarzim bo'lsa berib yuboray degandan ko'ra-chi, realniy qarzing bor berib yubor. Ana Turkistondagi konsertini qilgan Dilshod Turg'unovmi familiyasi? Dilshod Turg'unov rejissyor. O'sha bechora hali ham zorlanib yuribdi. Teffording o'shani. Shu oyimchalaring yoniga kiruvdi, sekin teffording o'shalarning maslahati bilan tepding ularni. U bechora seni olib chiqdi o'sha yerda anaqada sahnaga.
Men seni o'sha yergacha olib borib bergan bo'lsam, u seni sahnaga olib chiqdi, orqangdan yurib, biletingni anaqa qilib, konsertingni uyushtirib, afishadan chiqarib o'sha qildi-ku. Kelishgansan-ku u bilan sen 20% olasan deb. Tepfording uni bahona qilib. Qarasang, yaxshi ketyapti bu yoq. Cho'tki ketyapti. O'shandan hisoblaydigan bo'ladigan bo'lsa, hozir sen 5-600 ming dollar qarzing bor o'sha odamdan. To'la o'shani sen undan ko'ra, o'g'il bola bo'lsang. To'la, o'g'il bola to'la. Harom bo'ladi bular. Harom yeb yurgan bo'lasan bular. Harom deyotganim shunga aytyapman. Harom yeb yurgan bo'lasan, sen o'sha odam pulini to'lab qo'y. O'sha rejissyor pulini to'lab qo'ygan sen menga unaqa taklif qilib, pora taklif qilish o'rniga. Tushundingmi? Men sen pulingni olmayman. Lekin sen juda ham qattiq jarohat yetkazding. Shu esingdan chiqmasin. Buni bilasan. Men senga aytdim ham shekilli, aytmadimmi? Bu yerdan turib ham aytib qo'yay. Guvoh sifatida, bu xalq guvoh bo'lsin kerak bo'lsa. Sen bekor qilding. Menga bunaqa ishlaringni qilibchi. Mayli, sen meni o'ldiraman, bo'yningni uzaman, so'yib olaman, otib yuboraman deb keyin kecha kuni sport zalda bolalariga bitta bolalarga chiqishibsan, pul berib, mana shu bolani urib kelinglar, so'kib kelinglar deb. U bolalarning o'zi menga chiqdi-yu, ana ukalarim ular. Meni hurmat qiladigan bolalar-ku. Meni muxlislarim u. Qachon tinchlikmi? Ana maymun nima deyapti deb chiqishdi-yu. Maymun ekansan, sen uni avaz deyishmas ekansan. Maymun deb gapirishar ekan. Uni maymun nima deyapti deyishdi-yu. Sen qara detskiy ishlaring bor. Men u ishlaringdan xafa bo'lmayapman. Chunki detskiy panetga o'zingni ayniqsa oyimchini bilaman. Panetga kelsa detskiyroq. Uni tushunaman uni. Lekin undan xafa bo'lmayapman. Hali gaplaringdan xafa bo'lmayapman. Shu eski yurganmiz-u. Eski yurganimiz hisobiga hadis qilibdi nima ishni bo'libdi endi. Haligi iplos so'kini gaplashadigan o'rtoqlar bo'ladi, shunaqa deb qabul qilib qo'yaman derdim. Lekin sen unaqa qilmading-da. Men aytib qo'ymoqchi bo'lgan narsa bekor qilding. Bu ishlaringni qilib. Sababi sendan oldin ham tanilgan ahli ilmlardan bittasi, trenddagi odamlardan bittasi xuddi shunday qilgan. Ya'ni oilaviy ishga aralashgan. Sen ahmoq aytyapsan. Meni oilaviy ishimga aralashing deyapsan. O'zi shundan keladi, shu gapni gapirmabmiz. O'zi xalqqa ham sal tushuncha bo'lmayapti-da, sal tushunmaganlari bor. Sen aytyapsanki, ko'rsatuvlaringdan kelib chiqib turib, sen meni oilamni xotinimga gapirding deyapsan. Xotin quli deding, meni xotinimga gapirding, meni gapirding deyapsan, sen ahmoq. Xo'p, sen tomonda turamiz. Men seni gapirgan bo'ladigan bo'lsam, xotin quli degan bo'lsam, men xotinimni yomonlagan bo'laman. Buni xotin iflos degan bo'lamanmi? Yomon degan bo'laman. Unaqa narsa yo'q. Seni yomon degan bo'laman-da. Sendan kelib chiqsak. Vaholanki men seni gapirmaganman. Avazoxun degan so'z, seni xotining, bola chaqang haqida gap so'z yo'q. Umuman gapirmaganman. Bitta keltir, uzr so'ramaga kerak emas. Mana shu gap orasida avazoxun deb gapirgansan menga mashq ko'rsatuvda. Iminni mashq ko'rsatuv shunga atalgan degandek ishora qilgansan. Degan uzr so'rayman. Unaqa narsa yo'q. Lekin sen o'zingga olyapsan. Endi o'zingga olganing ahmoqligida bu. Sen o'zing tan olyapsan. To'g'ri. Seni o'sha gapdan keyin chiqyapti-da, kecha ham choyxonada o'tiruvdik bolalar bilan, o'tirganimizda bittalar bilan o'tirsak, bilib aytganmiz, bilmasdanmi aka dedi. Yo'q, men u haqida gapirmaganman, desam, u xotin quli rostdan hamma biladi-yu, Avazon xotin qililigini. Ha, men bilmayman ekan, desam, xotin qili u deydi. Xotinim bundoq qiladi, o'tiradi anaqasi qo'liga. O'lgudek qo'rqadi. Desa aytadi, bor voqea, vallohi men hozir yolg'on gapirmayapman. Bor voqea, faqat ismini aytmayman. Faqat bolani ham qiynama bechorani, oddiy bir kichkina anaqa odam ham. San'atkorda qiynab yurma yana bor, unga ham. Unga sarpa kuching yetishi mumkin-da, qilma shu ish. O'sha odam aytayapti, aka biz konsertga bordik deydi. Xotin kelgan. Avazoxon qizichilik qiladi. Xotini u yoqda bilet sotib o'tiradi eshik tagida. Pullar yig'ildi, ketyapmiz. Avazoxon mashinada, oldida xotini, orqada men. Men pullarni yig'ib olganman, o'sha pullar yig'ilgan. Yig'ilgandan keyin avazaga berasan, bu yoqqa bering deb turib xotin shunday pul tortib oldi. Eridan so'rayapti, qancha berishimiz kerak hofizga? Mana shuncha, mana pulingiz deb beryapti. Men hayron bo'lib, avazaga g'alati emasmi desam, men berdim nima, xotinim berdi nima deb turibdi. Mana shunaqa ushab olgan deb gapirishdi endi. Men keyin eshitdim bu narsani. Yo'q endi desam, o'shaning uchun unga tegibdi deb bu gaplar. Endi bu ahmoqlikda Avazoxon. Sen bu beparosatligini nima deydigan? Sen o'zingda ayb. Men seni aytmagan bo'lsam, biror joyda ham gapirmagan bo'lsam, qarang, bilmas ekanman bunaqa narsalarni. O'zing xalqqa isbotlab beryapsan. Men xotin quliman, meni aytayapti bu deyapsan. Lekin sen ana shu joyda meni xotinimga gapirding deb menga tuhmat ham qilyapsan. Qonun tomonidan kelsa tuhmat qilyapsan, umagat qilyapsan, haqorat qilyapsan, qo'rqitmoqchi bo'lyapsan. Har balolar, hamma jinoyat bittadan qilib chiqding hammasini. Kimlarga ishonsang kerak endi o'zingcha, qilding shularni-da. Lekin sen shundan tashqari sen meni oilamni haqorat qilding.